Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, vatandoshlar, xorijda aka-ukalar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Mana biz bugun 3 kamerali tovuq kata yasadik. Shuni izohlashlarga tashlab qo'yaylik dedik. Bunimiz uzunligi 250 cm bo'ldi. 80 cm dan 83 cm dan bo'lindi xonalari har biri. 3 ga bo'lindi. Bunda quyon, yana jo'ja, har xil parandalar boqsalar ham bo'laveradi. Eni 80 cm bo'ldi, ichi ham keng, emin-ekin. Lekin jo'ja boqsa ham bo'lganda haqalay. Har birini karmoshkasi bor, o'sha ovqat yeydigan joy deymiz, karmoshkada doim mana отдельный. Shular hozir matimda olsa chiqadi. Mana shu olinib qo'yiladi. Bu teganasi toza turadi, karmoshkasi shunda. Qiziqlarga bo'lsa mana shundan 900 ming so'mga yasab berilaveradi. Dastavkasini keyin kelishamiz. Adresimiz o'sha Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Toshqo'rg'on qishloq Sharqoda 8 93 536 0631 telefon raqamimiz. Endi o'nta yana bitta katayimiz bor. 2 metrga 1 metr. Minimalni 700 ming so'm narxda bo'lyapti hozir buni. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.